Dostlar, endi hozir ko'rib o'tgan Sefer Part 1 readingni shundayligicha qoldirmasdan, endi biz buni vocabulary'sini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerga yozib ketaman vocabulary. Albatta yodlash esdan chiqmasin. Birinchi so'zimiz professional, buni bilasizlar. Though degan so'z bor ekan, mana bu yerda keldi yangi so'z. Garchi ma'nosida kelmoqda. Bold. Garchi. Next one is famous rocker has become the famous science seems to get important. Hmm, hmm, more and more. Shu yerda agarda more and more degan konstruksiyani ko'rsanglar, borgan sari deb tarjima qilamiz. Borgan sari. For example, uh, the task is getting more and more difficult. Vazifa borgan sari qiyinlashmoqda. Degan sari. Go by. Bu yerda years go by. O'tgan sari. Yillar o'tgan sari ma'nosida kelmoqda. The capital today hidayat today belong to aytib o'tdik. Run degan so'z ham bor. Boshqarmoq ma'nosida kelmoqda, yugurmoq ma'nosida emas. Next one is second most visited house. Ko'ryapsizlar, bu yerda visited degan so'z, bu yerda verb ma'nosida, adjective ma'nosida kelmoqda. Visited. Tashrif buyurilgan. Breathe, bu yerda nima bu ma'noda? Nafas olmoq. More than king, more like the god. Like ma'nosi ham yozib qo'yaylik. Like degani dek kabi ma'nolarda. Ko'rib turganingizdek so'zlarimiz bunchalik ko'p emas. Yodlash uchun qancha vaqt ketadi deb o'ylaysizlar? Shuni Though, garchi getting bored in more bo'lmoq, more in more borgan sari, go by o'tgan sari, run boshqarmoq, visit tashrif buyurilgan, breathe degan nafas olmoq, like dek kabi. 10 taga ham yetmadi so'zlarimiz, 8 ta. Va yotishdan oldin shuni bir 10 marta takrorlasanglar, albatta ertamanga so'zlar tayyor bo'lib qoladi, yodlangan bo'ladi. Keyingi videolarni ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Don't forget to subscribe my channel and wait for more.